Dahshat armiyasi biz uni sayyoramizdagi eng xavfli inson deb hisoblashga o'rganib qolgan edik. Frans Ngannou Kamerunni qum karyerlardan tortib, to yo'ldagi barcha narsani yakson qilib UFC oltin kamarigacha bo'lgan uzoq yo'lni bosib o'tdi. Ammo bugun o'sha yovvoyi yirtqichdan faqatgina quruq soya qolgan xolos. Ko'rinishidan Frans sportga umuman qiziqmaydigan haqiqiy biznesmenga aylanib ulgurgan. Va unga asosiy savol tug'iladi. Nahotki Dana White boshdanoq haq bo'lgan bo'lsa, Hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda to'pli matchlar, to'pli keplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan silk orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat MMA deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. bu yigit yaxshi yigit emas, u haqiqatan ham yomon yigit deb juda ham ko'p gaplarni aytgandi. Ya'ni asl yuzini ko'rganingizda u boshqacha deb aytgandi Dana va takrorlardi bu narsani. Frans Ngannou MMA'ni chinakam afsonasi hisoblanadi va fenomeni. U UFC'dagi barcha unvonlarni yig'di. PFL'da o'zi haqida baralla ovoza qildi va hatto Tyson Fury'ni nokaut qilishga bir baqiya qoldi. Butun boks olamini shok holatga tushirdi. Biroq hozir uni faoliyati shiddat bilan pastga sho'ng'imoqda va aftidan bu jangchini o'z xohishi bilan qilingan ongli tanlovidir. Yirtqich endi shov-shuvli janglarni qidirmay qo'ydi. Uni sportga bo'lgan qiziqishi o'rnini sovuqqon va hisobsiz hisob-kitoblar egalladi. Frans faqat katta pullarga stavka qildi va ko'rinishidan faoliyatini butunlay yakunlamaguniga qadar vaziyatdan maksimal tarzda foydalanib qolmoqchi. Endi meros haqida gapirishning hojati ham yo'q. Negaki uni o'zi Ngannouga umuman kerak emas. Qolaversa o'zining qarori bilan uzoq vaqt davomida asosiy raqibi sifatida ko'rilgan Bellator chempioni Vadim Nemkovga ham qattiq pand berdi. Vadim o'z faoliyatidagi eng katta chekni ishlab topish mumkin edi. Tomoshabinlar esa nihoyat dunyoning ikkita eng yaxshi og'ir vazn toifasidagi jangchilarni haqiqiy raqobatbardosh va qiziqarli to'qnashuviga guvoh bo'lishlari mumkin edi. Ammo Ngannou mutlaqo boshqa yo'lni tanladi. Hamda Nemkov va millionlab muxlislarni hech narsasiz quruq qoldirdi. Puli uchun sport va janglardan ko'ra muhimroq bo'lib qolgani uni UFC'dan shov-shuvli tarzda ketishidayoq ma'lum bo'lgandi. Liga o'z yulduzini saqlab qolish, ayniqsa Jon Jonsga qarshi mega fight tayyor ekanligi fonida qattiq harakat qildi, biroq tomonlar kelisha olishmadi. Ngannou nafaqat osmondagi gonorarlarni, balki barcha reklama masalalarini o'zi mustaqil hal qilish huquqini ham talab qilib turib oldi. Oddiy tilda aytganda, u shunchaki haddan oshdi. Ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, jangchining ishtahasi barcha chegaralardan chiqib ketdi. Bu ish hatto Dana White bilan ham mushtlashuvgacha borishga oz qolgan. Bu narsa haqida gapirgandi. Ngannou hali UFC'da bo'lgandayoq professional boksga o'tish ishtiyoqi borligini bir necha bor ta'kidlagandi. Shuning uchun Dana Whitening shartnomasi kabi qat'iy cheklovlar ichida bo'lishni umuman xohlamadi. Vaholanki sayyoradagi eng yaxshi promotion bilan tuzilgan kelishuv, ajoyib janglar, katta chorlovlar va merosni mustahkamlashni bu narsa va'da qilardi. Lekin u boksga kamarlar uchun emas, faqat cheklar uchun keldi. Oraliq janglarda tajriba to'plashga ham zarracha urinmadi. Uni faqat katta pul, mega fightlar qiziqtirardi. U Tyson Fury'ga mag'lub bo'ldi. Anthony Joshua bilan bo'lgan jangda dahshatli nokautga uchradi. Biroq u baribir o'zining asosiy maqsadiga erishdi. Aql bovar qilmas darajadagi pullarni ishlab topdi. Faqat ehtimol bilan uning professional boksdagi tarixi hali o'zining nihoyasiga yetmagan. PFL'da yirtqich umuman havodan pul qila bo'ladi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Ferreraga qarshi o'tkazilgan bitta yagona jangi uchun qariyb 10 million dollar daromad oldi. Bu esa uni UFC'da Ciryl Gane'ga qarshi kamar himoyasi uchun olgan puldan naqd 5 barobar ko'p degandir. Liga undan qandaydir faollik kutayotgan bir paytda Ngannou shunchaki hayotdan rohatlanib yashamoqda va rahbariyat indamay qabul qilayotgan o'z shartlarini o'rnatib qo'ymoqda. Rashid armiyasi endi bo'lsa Frans o'zini monetizatsiya qilishda davom etmoqda. PFLdan ketgandan keyin ham uzoq tanaffus bo'lmadi. Unga navbatdagi jangi 16-may kuni Jake Paul Promotion Netflix bilan hamkorlikda tashkil etayotgan aralash yakka kurashlar bo'yicha birinchi turnirning asosiy jangidan oldingi qismida bo'lib o'tadi. Raqibi esa Philippe Lins bo'ladi. Ngannouning o'zi bu anonsga juda ham balandparvoz reaksiya bildirdi va o'zini oldingi ish beruvchilarni yana bir bor kesatib o'tdi. Butun dunyo quruq gaplar bilan band bo'lganda men rivojlandim. Meni MMA'ga qaytishim ambitsiyalarimga mos sahnani talab qiladi. Biroq bu jang raqobatbardosh bo'ladimi? Bu borada juda katta shubhalar bor. Uni raqibi braziliyalik jangchini professional rekordi 18-5 tashkil etadi. Lins Nemkovga nokaut bilan yutqizgan. UFC'da esa faqat zerikarli hakamlar qarori bilangina yodda qolgan xolos. Filippe 2024-yil mart oyida oxirgi marta qafasga chiqqan, undan keyin umuman ko'rinmagan. Qariyb 2 yillik tanaffusdan keyin Lins oson va xavfsiz pul ishlash uchun ideal qurbonga o'xshab ko'rinmoqda va o'zini bu narsaga baxshida etmoqda. Xullas, Ngannou o'zini daho biznesmen ekanligini uzil-kesil isbotladi, ha, ammo sportdan butunlay voz kechganga o'xshaydi. Ko'ramiz, uning faoliyati bundan keyin qanday rivojlanib borar ekan. Endi bu voqeaning mantiqiy yakuni faqat bitta narsadek ko'rinmoqda. Jake Paulning o'zi bilan bo'ladigan navbatdagi katta pullik jang.
Do'stlar, ushbu jang va vaziyat haqida nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizningcha Jon Jons bilan bo'ladigan jang endi butunlay yopiq sahifami yoki Jek Pol bu qarama-qarshilikni umuman yangi darajaga olib chiqishini kutmoqdamisiz? Pastda bu haqida fikringizni yozib qoldiring.